Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Sizlarga ajoyib yangiligimiz bor. Albatta sizlarga yoqadi deb umidamiz. Bu yoqda bilasizlar, o'zimizda fabrikamizda Amir Shoes'ni mahsulotlari har xillardan mana yengilliklar olib chiqib qo'yganmiz. Sahrni oyoq kiyimlarni ham modellarini olib chiqib qo'ygandik. Ko'rsanglar bo'ladi. Assortiment va shu bomba. Sizlarga aytmoqchi bo'lgan yangiligim akalar, do'konimizni mana bu qismiga chet elda sifatli oyoq kiyimlarini juda ham yoqimli narxlarda olib kelib qo'ydik. Ko'rsanglar bo'ladi. Hamma modellar bor. Detektor deysizlarmi, mana bunaqa brendi oyoq kiyimlar deysizlarmi, qaranglar. Ashi modellar chotki hammasidan bor. Ekolar ham bor, mana bunaqa oyoq kiyimlar. Buni qaranglar akalar. Turishini qaranglar. To'g'risi o'zimga ham juda ham yoqdi. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Bundan tashqari akalar, kurto yosh yigitlarimiz uchun ham mana bunaqa modniy krossovkalarimizdan ham assortimentlar olib kelib qo'yganmiz akalar. Qaranglar. Juda ham assortimentlar ko'p. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu yoqda ham akalar, do'konimiz hali polni bitib ulgurmagan, hali hamma tovarlarimiz yetib kelishga ulgurmagan, lekin hozir ham ko'rsanglar bo'ladi. Normal assortiment qilib qo'yilgan. Yana yangilik tovarlarimiz kelishda davom etyapti. Deyarli har 2 kunda yangilik tovarlarni olib kelyapmiz. Bemalol kelib o'zingizga yoqqan modelni tanlab olib ketsanglar bo'ladi akalar. Eng asosiysi narxi juda ham yoqimli va sifatli oyoq kiyimni xarid qilsanglar bo'ladi akalar. Mana bunaqa klassik modellarni ham sizlarga yoqadigan ajoyiblarni olib kelib qo'yganmiz akalar. Hammanglarni albatta Amir Shoes'da kutamiz akalar. Sizlarni Didinadagi har qanday oyoq kiyimni albatta Amir Shoes'dan topasizlar. Chunki menimcha Namanganda bunaqa katta oyoq kiyimga to'la do'konni topish juda ham qiyin menimcha. Kelasizlar, o'zingizga yoqqan oyoq kiyimni bemalol tanlab olib ketasizlar akalar. Hammanglarni albatta kutamiz. Salomat bo'linglar.